Obunachilar, dedi-yu. YouTube kuzatuvchilari, bugungi o'yinimiz ikkinchi qism. Buni birinchi qismi ham bor edi, ko'rgan bo'lsalaring. Bu ikkinchi qismi. Katta bo'lmasam ko'p gapirmasdan o'yinga o'tamiz. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. O'yinimiz boshlandi. Mag'lubdan qochishimiz kerak ekan. Qani, qochdi. Tezroq. Mag'lub shotdi. Nima qilish kerak? Qochishimiz kerak. Nima qilamiz? Qochishimiz kerak. Hech narsa qila olmaymiz. Faqat qochamiz. Bu kalit topdim. Bitta kalit. Nima qilishim kerak? Tak. Mahluq hammani o'ldirib tashlab, biz esa eshikni topishimiz kerak. Voy. Ular o'zimiz. Qoch, mahluq. Bizga yeta olmaysan-ku, xuyet qilma. Qatdan qochsa bo'ladi. Aka, ko'tingni yetolmas ekan ukam. Viu qilma, cho'chish yo'q, qani sana, mana ke, ushlasam, yet olar-ku. Qoch yaxshi. Lekin yetolmadik. Mayli, endi bo'lmasa mag'lub bo'lib o'ynab ko'ramiz. Ketdi. Bratishkalarni bitta ushlayman. Kim ushasa ekan, u xitoylikmi? Qizilchani ushlaymiz ekan. Qizilcha bu yoqqa kelib. Man. Ko'ki voy, qochma. Hamma yoq sas turdi. Ketmasa. Xitoylik-ku. Alisher Faiz. Ana. O'ynashdi qara. Zo'r o'ynayotgan mahluqimiz xursand bo'ldi, hammani o'ldirib. Bo'lmasam 3-bosqichda o'ynab ko'ramiz. Ikkini o'ynamadim. Ikkini o'ynab qo'yibman, shuning uchun sirasi 3ga o'tib ketaveramiz. Qochamiz. Mahluq baribir bizga yeta olmaydi, chunki men juda tez yuguraman dedi-yu. Qochdik. Chalkashku bu. Nima qilay? Bura. Yo, bu emas, boshqa narsa. Emas. Nima qilishimiz kerak? Doim har xil bo'laverar ekan-da. Buni nimadir qilishimiz kerak. Shu kelyapti, mahluqcha kelyapti. X0 ammo qochish kerak faqat. Vaqt oqsolib yutish yo'lini topishimiz kerak. Mana topdim. Eshik. Qoch. 10 sekund. Eshikni topishimiz kerak, qoch. 9. Eshik qayerdasan, eshikjon? Yutolmadik. Eshikka yetib borolmadik, eshikka ulgurmadik. Endi mahluq bo'lib yutamiz. Mahluq bo'lib yutish oson, negadir. Baykalaring. Habga jonlarim, senlar quylash. Bunchalik oson senlar ushlash. Meni ushlasha olmaysan-a? Ketdi bittasi. Yana 4 ta qoldi, bular qochib ketmasligi kerak. Qizaloq to'xtan kapalagi oy. Yana bittasi qayerda qoldi? 2 ta ekan. Mana bratishkalar. Mana yana bitta bratish ham qochyapti. Kalit olganmisan, ha? O'ynashdi qara. Chingizda gapi bor-ku, o'ynashdi qara. Mayli, oxirigacha aytmayman. Endi odam bo'lib yutishga harakat qilishimiz kerak. Kim bu endi biz qo'yilgan yana ashi? Tak, metga berib qo'ygan ekan o'zi tayyor. Qayerga borishimiz kerak edi? Bo'ldi, tayyor. Nima qilishimiz kerak? To'xta, eshik qayerda edi? Eshik. Makka bor deydi. No. Qochamiz. Bizni o'ldirmoqchi. Endi qayerga borishimiz kerak? Metga ko'rsatib metga. Yaxshi, eshikni och, qoch. Qochdik, mana yutdik. Yesu. Yutdik jigarlar, yutdik.
Mana yutarkanmiz ammo yutqizib zerikdi yo'qdan. Maxluq bo'laman yutib qo'yaylik endi. Ketdi. Jonlarim, kim o'ldirsamikin birinchi? Ozgina shans beraymi bularga? Hop. Yo'q, bularga shans yo'q. Bular o'lish kerak. Tak. O, qoravoy, to'xta. Chelevik pavuk-ku. Chelevik pavuk. Sen kimsan? Supermenmisan? Baqirma eshak. Okey, mana. Yutdik. O'yna. Ha. Happi gulni napqana dedi. O'yna-chi, o'yna. Bugun o'yna. Bu so'nggi bosqichmi? Eshik xattaligini bildik. To'xtachi, maxluq kutaylikchi. Aka, bizga duxun yetmadi. Tezroq topish kerak. Ras. Qo'shdik. Ikkinchi metrga. Dash kilometrga borib kelayim. Hali shu o'rtadami? Sraz yutib qo'ysa maxluqqa. Hisobsizlikda maxluq kelsin. Qoch. Yutdik yana. Maxluq bizni vahshiy usha olmaydi bu ketishda. Bir qiyinroq bosqichlari bormikin? Maxluq shunaqangi tez kelib. Maxluq ham bo'lib qo'yiliga. Ketdi bo'lmasam. Bu qo'ziqorin to'xta, seni yeyman birinchi. Qo'ziqoringina oshpazlik ekanman birinchi. Qo'ziqorin qaqa ketibdi. Yo'q, baqa ketibdi. Mana qo'ziqorin. Satalana, uchalasi bir joyda jamlangan. Hammasini yutib qo'yibman. Chayonmi nima u? Yo o'rgimcha yo chayon. Yutdik. Keyingi bosqich bormi? 7 ta kalitimiz bo'libdi. Kalitlarni ham to'plashimiz kerak ekan keyingi bosqichga o'tishga. Kalit to'plab olaylik bo'lmasa. Ketdik. Kalit olishimiz kerak. Bu yoqqa boramiz. Bu yoqqa. Kalit to'playlik. Kalit. Endi qayoqqa? Metga qaniydi mana buni. Bularni yutish menga cho't emas. Bu qoch. Orqa majasi yursam yetarmi sen biratish. Dishdan. Tilmoq bo'ldi. Yana boshdan ketdik olsam yutdik. Ana yutdik yerlar chalg'ib qoldim tilmoq bo'lishganiga. Tak, yana nechta kalit kerak? 7 bo'lsa 2 ta kerak. 8 ta bo'ldi. 1 ta kerak. 1 ta kalit topsak bo'ldi. Tez bo'ladigan narsa bu safar. Juda ham tez kalitlar to'playapman. O'zimga qo'yib. Qo'shdik. Bundan keyin bir maxluq bilan ham o'ynash kerak. Bizni o'ldiraladimi o'zi? Hech o'ldirmadi. Kalitni oldik. Endi tezroq qochamiz. Ketdik. Osongina yana yutdim. Keyingi bosqichga o'tishimiz kerak endi. Keyingi bosqich bundan ko'ra qiyinroq degan umiddan 11 ta qo'ribmiz kalti. Keyingi bosqich. Normalniga o'xshaydi keyingi bosqich, yaxshi. Tak do'stlar, ketdi bo'lmasa. Bratan puli. Qo'y bratan. Basharasi o'zim. Bu ham puli. Hozir necha kishi pullayapmiz? Nima jam pullaydim bizni? Shunday. Qo'rqitganimi bizni? Prostagan? No. Kalıtımız bu. Bunu prosta. Hatta duruyor yani. Bu ancha qo'rqinchli bo'ldi. Qandaydir pallalar qarab turadimi? Do'stlar, shu video qiziq bo'lsa, like, kommentda yozib qoldiringlar. Shunaqa videolardan ko'proq chiqaraylikman. Shu haqida yozib qoldiringlar. Bugungi video tugadi bo'lmasam, jigarlar.